Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Bugun yana bir masala bo'yicha ijtimoiy tarmoqqa chiqishga majbur bo'ldim. Ijtimoiy tarmoqqa murojaat qilib chiqishga, barcha kirdikorlarni, masalan, odamlarga aytishga majbur qiladigan narsa bu albatta insonlarni, odamlarni aldayotgan rahbarlarmikan yoki fuqarolar o'zidan o'zi norozilik namoyishini qilyaptimikan. Prezidentimiz barcha qonunlarni xalqim uchun chiqarganman, xalqimga yaxshilik qilay, yaxshilik bo'lsin degan maqsadga deb chiqayaptilar. Ammo lekin bu yaxshilik nimasiga emasda, prezidentimiz aytganlaridek qonunlar biz fuqarolarga ishlamayapti. O'sha ba'zi bir rahbarlarga, ba'zi bir hokimiyatda o'tirgan insonlarga, rahbariyatga o'tirgan insonlarga deb o'ylayman. Chunki mana may oyidan buyog'iga 2025-yil may oyidan buyog'iga bitta hovli joy olib, hali hanuzgacha murojaatlarimizni Bandixon Surxondaryo viloyati Bandixon tuman hokimligi, ichki ishlari, majburiy ijro bu joylarga borgandan charchab ketdikda. O'zim shaxsiy sotib olgan hovli joyimga davlat ro'yxatlaridan o'tgan bo'lsa-da, qayerdagi odamlar kirib kelib ro'yxatga borligi tufayli men yashashim kerak, mol-mulk meniki, janjal ko'tarib, qancha ogohlantirishim bo'lmasin, iltimos qilishim bo'lmasin, qo'rqoqlikka chiqardi-yu. Shuncha aybi bilan ham yana ham mahalla raisining layoqatsizligi, mahalla raisining mas'uliyatsizligi, qolaversa yana ilmsizligi deb o'ylayman. O'sha ilmsizligi tufaylimi? Buni albatta hozir men aytgan so'zlarni hammasi bizni obro'sizlantirdi, bizni haqorat qildi deb aytadi. Agar mahalla raisining jilla bo'lsa ham qonundan xabari bo'lganda edi, mani uyimga mashina bilan kirib kelib, menga do'q urib, meni Xudodan topasan, Xudodan ko'rasan degan haqoratomizli gaplar gapirib chiqmagan bo'lardi. Menki u insonni hali sudga, boshqa joyga berganim yo'q, chunki menga yarashmaydi bunaqa ishlarni qilish. O'ziga havola, o'zini vijdoniga, qalbiga havolada. Lekin o'sha Bandixon tuman Gulbog' mahallasida ish olib boradigan uchastka noziri hamda mahalla faoli, ya'ni maslahatchi ayolning iltimosi bilan sizning mol-mulkingizga hech qanday ziyon yetmaydi, biz kafolat beramiz degandan keyin uyimga qaytib kelganimdan keyin yana hovlimga boryapman. 15 dan ortiq bo'lgan mevali va manzarali daraxtlarimni o'sha ayol, Hazrat va Nasiba degan ayol kesib tashlagan. Bu haqda 3 oydan buyog'iga bu haqda viloyatlarga chiqdim, respublikaga chiqdim, tegishli barcha tashkilotlarga, idoralarga murojaat qildim. Bandixon tuman hokimligiga mana hali videomiz davomida barchasini batafsil ko'rasizlar. Bandixon tuman hokimligiga, ichki ishlariga, kechalari bo'lsa ham qolib ketib kutib, ochrat deydimi, navbat deydimi yoki ularni vaqtiga qarab deydimi, kechasi bilan bo'lsa ham o'shalar bilan uchrashib, gaplashib, murojaatimni qog'ozga, ariza nimasida shaklida, og'zaki shaklida murojaat qilish bilan charchaganman. Shunchalik charchab ketdimki, majbur bo'ldim quyidagi barcha videolarimni ommaga ko'rsatishga, ijtimoiy tarmoqqa qo'yishga majbur bo'ldim. Agar shu mening mana shu videomni tegishli joyga yetib borishi uchun bitta like, bitta kommentariya ayamasalaringiz juda ham sizlardan xursand bo'lardim. Mana qonun qanday ishlayapti? Chekka bir viloyatlarda, chekka tumanlarda, chekka mahallada, qishloqlarda qonun qanday ishlayapti? Prezidentimiz aytganlaridek, prezidentimiz ta'kidlaganlaridek hamma narsa o'z joyidamikan? Yo'q, aslo unaqa emas. Unaqa bo'lishi uchun davlat rahbarlari, ayniqsa mana Bandixon tuman hokimligi juda bir ijobiy natijaga ega bo'lgan bo'lardi, erishgan bo'lardi. Men buni Bandixon tuman hokimligidagi ishchi xodimlar bormi, rahbarlar bormi? Bularning xatti-harakatidan noroziman. Nimaga? Oddiy davlat bojini undirib bera olmaydigan, qonunni sud qarori qo'lida bo'la turib,
qarorni ijro etolmaydigan majburiy ijro rahbari bormi, xodimi bormi? Nima kerak u yerda? Fuqaroni sud qarori bo'lsagina biz ish olib boramiz degan vajlar qo'ygan edi. Mana sud qarori chiqqaniga ham 3 oy bo'lib qoldi. 24-sentyabr kuni sud qarori chiqqandi. Oktyabr o'tdi, noyabr o'tdi. Endi hisoblab ko'ringizlar. Aslida majburiy ijroda borgan qaror ijro etilishi uchun 15 kunlik muddat borda. Nima biz oddiy fuqarolar shunchalik endi savodsiz bir omi emasmiz-ku, biz ham o'rni kelganda tegishli qonun qoidalari juda yaxshi bilamiz. Baraka topkirlar, ishlasalaring o'rinlaringizda chiroyli qilib ishlab qo'yib qo'yingizlar. Bo'lmaydigan bo'lsa yig'ishtiring. Bandixon tuman hokimligiga murojaatim birinchi o'ringa iltimos. Hokim buva, agar burchingizni bajara olmaydigan bo'lsangiz, davlatni aldab, fuqaroni aldab, u yerda o'tirganingizdan sizdan nima naf? Balki siz oyliklarni olib daromad ko'rib, foyda ko'radigandirsiz. Lekin fuqarolar siz darajangizga yetish uchun bechoralar qiynalib ketdi. Shaxsan o'zimni hisobga oladigan bo'lsa, iltimos sizlardan quyida videolarimni ko'rib, o'zlaringizda fikr mulohazalaringizni yozishlaringizni so'rardim. Kim haq, kim nohaq? Hamma hujjatlar o'rnida, hamma qarorlar chiqqan, ammo Bandixon tuman majburiy ijro, ichki ishlar va yana Bandixon tuman hokimligi hech qanday natija qilmayapti, hech qanday chora yoki biror bir masalaga to'xtamga keladigani yo'q. Sog' bo'lingizlar, men sizlarning kommentariyalaringizni kutib qolaman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz YouTube tomoshabinlari. Yana hamishagidek men yana murojaatlar uchun chiqishga majbur bo'lyapman. Bugungi qiladigan murojaatim Bandixon tuman Gulbog' mahallasidagi 49-uydaman. Yangiariq ko'chasi 49-uydaman. Men mana shu hovlini sotib olganimga qaramasdan 6 oydan buyog'iga shu hovliga noqonuniy kirib olgan inson chiqaza olmayapman. Bu hovlida qarorlar chiqqan. Mana qo'limda qarorlar bor, viloyat nimasidan, hamma anaqalari bor. Lekin haligacha bu insonlar uyni tark etgani yo'q. Tark etmaganligi ham mayliga-ku-ya. Hattoki mevali, manzarali daraxtlarimgacha kesib tashlagan. Nimamda kanalimda qoling, albatta bularni yana davomini ko'rsataman sizlarga. Assalomu hurmatli aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Mana hozirgina men Bandixon tuman hokimligiga keldim. Bu yerga kelishga sabab bo'lgan narsa, men 6 oydan buyog'iga o'zim sotib olgan uyga mulkdor huquqini olib turib, hattoki yaqindagina bir hafta bo'ldi chiqqan sud qarorlarini ham bu yerdagilar nazar pisand qilishmayapti. Qolaversa, dabdurustdan kirib egalik qilaman deb egalik huquqini so'raydigan insonning ham noto'g'ri xatti-harakati bu mevali daraxtlar, manzarali daraxtlarni kesib tashlaganligi bo'lyapti. Mana hozir shu masalalar bo'yicha shunga yordam so'rab, mana viloyat ichki ishlari, tuman ichki ishlariga murojaat bilan chiqqanman, lekin birorta mas'ul xodimlar bu masala bo'yicha umuman shug'ullanmayapti. Qachonlardir mana shunaqa videolar qo'yilgandan keyin, ijtimoiy tarmoqlarga yoritib borilgandan keyin biror bir natijani ko'rishga sababchi bo'lamiz, guvoh bo'lamiz. Ammo o'shangacha bo'lgan holatga biror bir mas'ul xodim tikka turib bera olmaydi. Oxirgi umid bilan hozirgina mana shu yerga keldik. Mani manzarali daraxtlarimni, mevali daraxtlarimni kesib tashlashga nima huquqi bor? Hatto uyimda qurigan daraxtni kessam ham ekologiya degani, atrof muhit degani, yashil makon degani bizga o'z jarmasini qo'llasa-yu, mani uyimdagi mulkimga daxl qilgan odam uchun nima uchun qonuniy chora ko'rilmaydi? Birozdan so'ng yana sizlar bilan bog'lanamiz, sizlar bilan aloqada bo'laman. Ko'raylik chiqqani hokimlik nima der ekan. Sizni uradi xudo. Sizni uradi xudo. Og'zingizga qarab gapiring. Shukr qiling, mana bu eshiklarni ochib, mana ularni qurdirtirganingiz uchun sizni bir sudga javobgarlikka topshirmaganim uchun. Menga uchrashdingmi sen? Men shuni oldim shu yerda deb biroz aytdingmi? Biroz keldingmi? Ya telefon qilganman, kelganman. Nima qilib qo'limga hujjatlarni berib qaytarib yubordingiz? Bir marta idaraga keldilaring, to'g'rimi? Idaraga keldilar, ko'rdim dag'in. Bu qaror qilma kenglarga borib beramiz, shunga aytamiz dedim. Bu hujjat to'liq emas dedingiz. To'liqlashtirib olib kelsan, keyin seniki qonun bo'ladi dedingiz. Undan boshqa hujjat to'liqlashtirilmas edi. Boshqa keldilaringmi? Nimaga kelamiz unday hujjating kerak emas, noto'g'ri hujjat. Bu hujjat to'liq bo'lmasa, men sizlar hujjatlaringni ko'rmayman deganingizdan keyin nimaga to'liq emasligini tan olaman? To'liq hujjat ko'tarib yuribman-ku.
Menga gapirmang. U bolaning o'g'lini otasi beradi, bobo kalonlar beradi. Men bermayman. Bu bolalar uchun men javobgar emasman. O'zingiz buni juda yaxshi bilib o'tiribsiz. Ketsa ketaversin, meniki emas u. Men kuyib qolishni xohlamayman-ku. Men ham uyim bor, joyim bor, bola chaqam bor. Men ham yashashni xohlayman. Men ham erimdan non yeyotgan xotin emasman. Meni erim non olib berib, kiyim olib berib boqayotgan emas. Alloh agar tepada bo'lsa, aytsin men bolamni yelkamga ko'tarib, tog'lardan no'xat terganlarimda, paxta terganlarim. Men mehnat qilib, shu kelinday mehnat qilib pul topganman. Ko'chadan chiqib birovdan pul olgan joyim yo'q. Yaxshimi, zo'rmisiz? Mana bu hovli-joy, mana bu yangidan o'zlaricha o'zboshimchalik bilan qurib olingan uy. Mana bu agaratdagi hamma daraxtlarni mana bu holatga keltirib kesib tashlayapti. Uydan chiqib ketish o'rnida, hovlidan chiqib ketish o'rnida barcha nimalarni kesib tashlagan. Bu hovlida yuzlab, millionlab pul sarflab turib, nima uchun bu holatga anav qilyapti hayronman. Umuman Bandixon tuman hokimligi, ichki ishlar, Bandixon tuman Gulbog' mahalla raisi, uchastkavoylari, maslahatchilari bu narsaga nima uchun be'tibor bo'layapti hayronman. Viloyat bo'yicha murojaatga chiqqanman. Viloyat bo'yicha mana shu hovlidagi har bir holat bo'yicha murojaatga chiqqanman. Daraxtlarni kesib, ekologiyani buzib, yashil makonni xonavayron qilishga kimning huquqi bor? Men mana shu huquq asosida gapirmoqchiman mana. Yong'oqlar, mana bu daraxt manaki. Yangitdan kesilgan daraxtlar, xurmo daraxtlari yangidan mana. Xurmo daraxtlarini mana bunday mevasini olib kesib tashlagan. Hurmatli vatandoshlar, o'zlaringiz xulosa chiqaringizlar-da. Agar men o'zimning hovlimdagi shu daraxtni men kesganimda, davlat menga qonuniy chora ko'rgan bo'larmidi? Azaldan kesilgan daraxt deyapti. Oldindan daraxt kesilgan bo'lganda, mana bu holatga nima deysiz mana? Yangitdan kesilganligi ko'rinib bilinib turibdi. Mana bu barglarga e'tibor berishlaringizni so'rayman-da mana barglarga. Ko'kargan barglar. Yana sizlarga bir hol, yana bitta holatni ko'rsataman mana. Mana bu hovlimdagi daraxtlarni hammasini kesib tashlagan teraklarda. Bunga chora bormi, yo'qmi? Bunga chora ko'radigan odam bormikan, yo'qmikan? Nima haqqi bor bu daraxtlarni kesib tashlashga? Nima haqqi bor? Mana. Manakay. Kesib, xonavayron qilib, mening bor mulkimga zarar yetkazyapti, ziyon yetkazyapti manakay. Mana. Ko'ryapsizmi? Bunga nima uchun tumandagilar be'tibor bo'lyapti, qaramayapti, hayronman. Nima haqqi bor bularni men mulkimga ziyon yetkazishga? Bu ayolga chora bormi yoki yo'qmi? Men qachongacha o'zimni huquqimni himoya qilaman deb charchab ketaman? Qachongacha? Mana endi yana sizlarga boshqa holatlarni ham ko'rsataman. Mana bu holat, mana. Bu yerdagi daraxtlarimni ham kesib, xonavayron qilib tashlagan, mana. Bu yerda yo'q desa 30 ta 40 talab daraxtlar kesilgan. Mana ko'ringizlar. Agar men yolg'on nima qiladigan bo'lsam, bu daraxtlarni kesishga uning nima huquqi bor? Yaqinda kesilgan daraxtlar mana. Bu yerdagi daraxtlarni ham kesib tashlagan mana. Xohlagan joydan aynan nimalarni kerakli joylarni mana shunday qilib kesib tashlagan. Bunga qaraydigan mas'ul xodim, ekologiya bu nimadagilar, yashil makon deyapmiz. Uyimizda bitta daraxt ekish uchun qancha mehnat qilamiz? Bu mehnatimni nimaga oyoq osti qilyapti? Murojaat qilib charchadim. O'sha murojaatlarim bo'yicha juda ko'p joyga bordim. Hattoki respublika ichki ishlari, viloyat ichki ishlariga ham bu masalalar bo'yicha bir necha marta arizalar topshirdim, bir necha marta murojaat bilan chiqdim. Hali hanuzgacha mana shu murojaatlarimni yechimini topganim yo'q. Mana hozir Bandixon tuman hokimligiga keldim. U yerdan ham bir ijobiy natija olmadim. Bandixon tuman ichki ishlar bo'limiga keldim ham hech qanday bir masala oydinligi yo'q. Prezidentimiz tumanlarga yoki viloyatga shunday loqayd insonlarni qo'yganlar. Meni haqorat qilyapti-da. Mahalla raisi kamsitayapti, sha'nimni bulg'ayapti. Unga chora yo'qmi? Agar men hozir biror rahbarni gapirsam,
birorta bir rahbarni gapirsam, sразу shu rahbarni sen haqorat qilding, kamsitding deb menga chora ko'rishdi, menga jarima urishdi, bilasizlar. To'g'rimi gapim? Lekin nima uchun bizni haqoratlagan davlat rahbari bormi yoki davlat nimasida ishlab turgan vakolati bor mahalla raisimi yoki boshqa kimsalarmi, nima ularga chora ko'rilmaydi? Nima hayotda ham, nimada ham har taraflama shunaqa holatlar ro'y berishi kerakmi? Tushunmadim men. Qachon biz yuksalamiz, qachon biz o'samiz, qachon bizga adolat o'z qarorini topadi, o'z o'rnini ko'rsatadi bizga kuchini. Men adolat izlab charchayapman-da. Ijtimoiy tarmoqqa chiqqanimdan buyon sen jinoyat qilding deb menga o'sha besotga chiqarishdi, bilasizlar. Boshqa narsa qilishdi, bilasizlar. Sразу taqiq qo'yasizlar. Nima bularning faoliyatiga taqiq qo'ymaysizlar? Nima bular shunday o'tkazib qo'ygan odamlarmi? Bandixon tuman ichki ishlar binosiga keldim soat 5:15. Mana bu yerda ham shu masala bo'yicha keldim. Eshitadigan odam yo'q, qaraydigan odam yo'q. Men iltimos qildim, qachongacha biz ijtimoiy tarmoqqa chiqishimiz kerak, bitta ishimizni hal qilishimiz uchun, masalalarimiz hal bo'lishi uchun qachongacha ijtimoiy tarmoqqa chiqishimiz kerak. Nima prezidentimiz ishongan odamlar shunchalik sustkashmi, shunchalik loqaydmi, shunchalar mas'uliyatini yo'qotgan insonlarmi? Nima qilishim kerak? Mana katta ko'cha, mana shu joy, birorta bir eshitadigan inson yo'q. Birorta bir nima qiladigan odam yo'q. Bitta daraxt uchun prezidentimiz million pul sarflagan bir paytda meni hovlimdagi 15 dan ziyod bo'lgan mevali va manzarali daraxtlarim kesilib ketyapti. Javob beradigan, javob berdirtiradigan, chora ko'radigan inson topolmayapman. Nima qilishim kerak? Qayerga borishim kerak? O'zbekiston ahli yordam beringlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib qolingizlar chiqani. Men noto'g'ri ishlayapmanmi yo'q bu kishilarmi? Men tushunmay qoldim. Tushunadigan joy bo'lganda qani edi? Shoshilgan bo'lsa men ham shoshilib. Assalomu alaykum, hurmatli aziz YouTube tomoshabinlari. Mana bu Bandixon tuman hokimligi men 8 oydan beri uy-joy olish masalasi bo'yicha sudlargacha chiqib qarorimni hamma narsani olganman. Uydan chiqazib ketish haqida ham uyimda begona odam kirib olib 15 dan ziyod mevali va manzarali daraxtlarimni kesib tashlab, mana bu hokimlikka, Bandixon tuman ichki ishlariga, prokuraturasiga barcha joyiga murojaat qildim. Mana hozir Qumqo'rg'on tuman sudidan chiqib Bandixon tuman hokimligiga kelyapman. Birorta inson meni bir ko'rarmikan, gaplasharmikan deb men hech kimni topolmayapman. Kimga murojaat qilishim kerak? Yashil makon deb prezidentimiz qancha daraxt ektiryaptilar-da, bitta daraxt ekish uchun million pul sarflab turgan bir paytda meni 15 dan ziyod daraxtlarimni, ekin nimalarimni kesib tashlashga u fuqaroning nima haqqi bor? Nima uchun Bandixon tuman hokimligi, ichki ishlar bu masalalarga yuzaki qarayapti? Men izoh kutaman, hammasidan izoh kutamanki, mana bu holatga javob berishini. Nima fuqarolarning uyidagi daraxtlar kesilib ketaversa mayli ekanu, boshqa joyda daraxt kesilsa darrov javobgarlikka tortish kerakmi? Men hammasini